eskici aile elektr uskunlari. kanaldagi qadrli ko'rmanlar, ko'rayotgan Ala Shinjon televiziya stansiyasi, Shinjon quyi madaniyat tarqitish shirkati, Shinjon Bug'ra madaniyat tarqitish shirkati hamkorlash bozorlar sungan cho'ng tutga san'at programmasi, Obida Yipak yo'li sadas programmasi. Diyorimiz ichimlik sohasidagi o'z oldiga Obida soda suvi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Shinjon Obida biotexnik taraqqiyot shirkati mohirlarimizga omad tilaydi. Albatta bu programmamizning mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan mehr yurishlik yuvish buyumlari shirkati alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Shinjon biotexnologiyasi alohida hamkorlashgan. Albatta, programmamizning 1, 2, 3, 4 darajaga erishgan mahirlari o'xshash bo'lmagan katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1 darajaga erishgan mahirimizni Kamron buvoqlar mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Shinjon Kamron Sodachek shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. İkinci darajaga erishgan mahirimizni diyorimiz ichimlik sohasidagi o'z oldiga Obida soda suvi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Shinjon Obida biotexnik taraqqiyot shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 3. darajaga erishgan mahirni har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Shinjon biotexnologiyasi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 4. darajaga erishgan mahirni Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqtar korxona Shinjon Mo'tabar Sodachek shirkati Ekson kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Ben Dilshat Musa Turpandan keldim. Ben ommabop uslubdagi naqshlarni yaxshi ko'raman. Mening bu qatimqi Yipak yo'li sadosi programmasiga qatnashishdagi maqsadim bo'lsa, naqshchi ustozlardan to'g'ri bo'lgan naqsh uslubini o'rganish hamda o'zimning yaxshi ko'rgan naqshlarimni xalqimga sunish. Men yaxshi natijalarga erishish uchun tirishaman. Keliştin ötkür, şamaldın uçkur. Uyraksken denizden teren koyaştak roşan. Uyraksken haydin munaz Tağdın mı iğir Uyraksken Demek insanda Yüreknin rolle Ha Kereksken Hay yürek Yana Hay yürek Yana Kereksken Yüreksken Hay yürek Yana hay yürek Yana Kereksken Yüreksken Sütke bir apı Pahtidek yumuşak Uyraksken Taşten mukaddik Kekredek açık Uyraksken Göherdin esil Hamidin rezil Uyraksken Demek insanda
Yürekşken Hay hay yürek Yana ay hay yürek Yana kerekşken yar Yürekşken Hay hay yürek Yana ay hay yürek Yana kerekşken yar Yürekşken Yar ay hay yürek Yana ay hay yürek Yana kerekşken yar Yürekşken Yar ay hay yürek Yana ay hay yürek Yana kerekşken yar Yürekşken Yürekşken Assalomu alaykum. Aleyküm assalom. To'rt ustoz bugungi mush Ipak yo'li sadosi programmasidagi ko'rinmanlar. Hammanglar yaxshi kelibsizlar. Men Turpandan, ismim Dilshod Musa. Dilshod Musa. Kasbingiz Kasbim tambur o'rindash. 7-oy san'at institutining tambur o'rindash kasbini bitgan. siz mush tekstni shundaq yaxshi tahlil qildi ekansiz. Sizning oldingizdagi mahirlar masalan kashmish bo'lsin degandek masalan gaplarni kachmish debchi chini pini nayt urg'uliq oladi ekan. Siz hozir mau demoqchi bo'lganim sizniki paxtadek yumshoq deb degan meni o'sha og'izda turib yumshoq ertib aytdingizda mana bizningmi ugundigan taraflarimiz bor ekan sizdan hozir mush taraflaringizni men texmi his qildim mushda osim to'g'ri bo'ladi ekan asli deb burun shundoq olatdiq lekin texmi ichiga kirib boqmabdi ekanmiz shunga men mush gapimni davolay deb oldida gap qilib qoldim Amma riyerpining animanısını qo'ydi ekansan. Nima degan yaxshi etding. Shunchalik erkin bu ma'nosi bir xil erkinlik. O'yna degandek bir xil. Munda ey deb munda. Shunda pez aytgandan to'rt ustozning aylanmasligi u muhim masala emas menimcha. Naqshni siz aytishingizda yo'q. Xatolik. Bak yaxshi aytdingiz. Eng sizni tabriklaydigan mush naqshingizni mush o'tganda o'rildingiz demişiz, sen o'rilib oldingiz. Ham bundan keyin yana fursat yana bizga jiq. Mushtaq fursatlarni deb bir yilda bir qatim o'tkazilgan Ipak yo'li sadosini bir yilda ishga qildi. Nurg'un bolalarning yana chempion bo'lish oldiga texnik oldiga ilgirlash fursatini berish uchun burun 4 adam chempion bo'lganmiz erishgan bo'lsa, hozir 8 bo'ldi demak. Mukofot so'mlarimi ko'payadi. Demak, bolalarni fat-fat tez-tez bir yilda ishga qilib murod maqsadiga yetsin deb xalqningmi, keng xalq ommasining tashnaligini u kim chempion bo'lar, kim 2-chi bo'lar, kim 3-chi bo'lar, kim 4-chi bo'lar deb oshni bir yilga taqozo qilmaydi deb bir yil ishga qitimliqqa nim qilyapti. Sizga yana fursat yana bor. Öğrenilmesi sebeplerini getirin. Rast neysem sizin naqşınızda nuqsan tepip ya etkininiz yarmay qalgan başqışlar emas. İkinci kısım yeni kelişinizni şunçilik ümit qilmayman. Rahmat. Bugun shu programmaga o'zimning opasi, o'zimning qaynopasi, ayolim hammasi qatnashgan. Hamda shular qo'llab-quvvatlab kichigimdan beqib jon qilgan opamga, atamga rahmatimni bildiraman. Meni qo'llayotgan ayolimga rahmatimni bildiraman. Men meyislenmeyman çünkü men degan yosh. Endi 26 yosh kirdim. Esil. Sizga fursat jiq. Bana fursat jiq. Yomon jiq bo'lganda bu. Bu yerga chiqib to'rt malimni ustozdan margiz men xapamayman. Yo'q. Çünkü o o'rilish-o'rilmaslik bu yerda muhim emas-ku. Biz yashaganki oldi intilib dunyoga yuzlanishga tirishmak. Esil. I promise you I'm always Acab bir go'shgan bu yurakdagi har kunda his qilarkan. Agar u ishmasa, vijdon sharobidek ilhid esliq sezib go'shgan.
Dilshod Musoning yuragidagi chin hissiyotni to'g'risidan aniq ko'rdik. Rahmat sizga, Dilshod Muso. Sizga yutuq tilaymiz. You'll find my footprints sing, sing. Mening ismim Mehmetcan Ahmet, yurtim Şixodan. O'zimning hozir qilayotgan kasbim naqsh etish, shundaqla elektronlik, real chilish. O'zimning qiziqishim ommabop naqshlarni etish, shundaqla chilish. Mayli men bu sahnada yoki talinay yoki shalinay, men uchun bu muhim emas. Bu sahnada o'zimni barliq xalqimga mushu naqsham orqali chin ko'nglimdan rahmatimni yetkazish. Rahmat sizlarga. Seni ancandı dep anla, bilimli seylide bağla, bilimli seylide bağla. Seni kelmeydi der anlar. Vay bayavan çıldızar şiğlar. Seni kelmeydi der anlar. Vay bayavan çıldızar şiğlar. Küz vakla bulup taptım, Gazanla düşüp taptım, Gazanla düşüp taptım. Jiraktik şu yarim, vay düşümge girip taptım. Jiraktik şu yarim, vay düşümge girip taptım. Çaklıkça tumağimni avaylap bu zivetme, kıstırıp bu zivetme. Aman bir gün baradır men, vay ümitni yüzü vetme. Aman bir gün
yüzüme Assalomu alaykum barcha aziz mehmonlarimiz. O'zim ismim Mehmetcan Ahmad, yurtim Shixo shahridan. O'zimning endi qilayotgan kasbim muzika, shundaqla 15 yilning yog'izi xizmat sababi, shundaqla turmush sababi bilan mayta qarmaylarda shu muzika bilan shug'ullanayotgan. O'zim bilib turman, naqshining beshida o'zim qiyib ketdim. Bundaq cho'ng sahnalarga mening endi bundaq aytgan chaqda tunji qitim chiqishimdi. Bo'lmasa men odatda restoranlarda bundaq holatda emas. Hammalardan cho'nqir kechirim so'rayman. Buralğını unumay yaman teliksizlikqa sizni. O'rindiq aylanmaydigan o'xshaydi-mi? Biz ayda yaxshilarni var, eng oxirida aylangan qo'yimiz var. Ümitni uzayvetme dediniz mi o'zingiz? Ümidni uzatma deb qo'yib, biz ümidni uzatsagan oldu. Şuna şu tenkeş bilen naqshininki hissiyati egizpas bo'lib ketgan bir ishlar bo'ldi-chi. Yaxshi birlik kepsizlar, andan mana shu pianino ovozi muqim bo'lg'achqa sizga egizpas ta'sir ko'rsatdi. O'zim yaxshi chepadi. O'zimning eng oxirgi qadamgacha aylanmay o'tirishimning sababi mush naqshida balkim buningdanmi yuqori kayfiyatda, yuqori ovozda, yuqori to'liq hissiyatda bir portlaydigan yer bo'lishi mumkin deb o'yladim. Oxirida yana ma'lumlar hammasi sizningki bugungi natijangizni jazmlashtirib 4 yil muallim hozir sizga qarab turyapti. Acayip yaxshi. Men naqshnimi nayt puraqliq o'rildingiz. Ovozing'iz shuna yo'riqga, jaranglikcha. Rahmat. Buningdimi egiz chiqish ehtimoli bor. Men muziksiz naqsh tayyorlagan. He. O'zim muziksiz naqshlarni tunigan, men bilan birga saboqdosh bolalar tunigan anglagan. O'zim muziksiz aytay deb desam, endi ma'lumlarni udarga tushmay qoldi ekan deb o'ylab qolamdikin deb men shundan ansirab, og'inam bilan muzikani qilgan. Yaxshi. Aslida boshqa bir naqsha o'qimoqchi bo'lgandim. Shu keyin udarsiz bo'lib qolmasin deb. Muzika yo'q. O mushunchilar yaxshi ovozga muzika tanqashqimiz sezamiga lag'manda ko'madi. Ama ba'zi lag'manlar va oqashlar va-chu sezamay yigis keldi dedim. Shunchalik ajri qilib juqagandan keyin sezamay tamlik. Lekin sizning mana sharoitingizda cho'qim muzika tanqashqisi texim yaxshi chiqadi. Yaxshi qilibsiz men muzikani tanqashqisiz. Ovozingiz yomon yo'riqga, buningdimi yuqori chiqdi mening ko'zim iti onunga. Ko'zim iti deb ketay. Abdulla. Tushunga to'g'ri. Ya ko'z to'g'riliq gap qilma deysa o'zing. Birim shu deb qo'yib o'zim sen deb. Nega ko'z to'g'riliq gap qilib qo'ymay o'zingiz deydi ekansiz? Ko'zim iti deb qo'ying. Ammo yaxshi o'rildingiz. Sahna qiyofatingiz shunaqa yaxshi ekan, qarang. Rasm bir naqshga loyiq ovozingiz bor ekan. Buningdan keyin mush kasbda tirishing. Siz bir yaramliq bir naqshchi bo'la olasiz. Naqshini shundoq yaxshi tanlabsiz. Men tövəndəki tamaşaçılarning o'tirib ko'z yosh qilganini ko'rdim. Yig'iltatgidek darajada bo'lgandan keyin haqiqiy ishchingizni, o'z hissiyotingizni to'liq namoyon qilib aytdingiz deb o'ylayman. Shunga o'yrildim sizga. Muborak bo'lsin. Rahmat. Naqshingizda bir hissiyat bor, bir muhabbat bor. Shuni siz demoqchi bo'ldingiz, ham deyaladingiz. Bizga ifodalab yetkazib berdingiz. Biz huzurlandik. Chunki naqshini oldiga qarab turib, ko'rib turib, harakatini ko'rib turib anglagandan ağzıga o'rilib, deyishimni ko'rmay, faqat ovozimlam angsa, rasbek peyzi bo'ldi ekan-chi. Mayli o'zingiz ko'nglingizda qaysi ustozni ko'nglingizda pukkan bo'lsangiz, shu ustozingiz yoki men degandek o'ngshab ketishimiz mumkin. Ko'nglingizga kimni pukkan bo'lg'aytingiz? Shuni bir anglab baqan bo'lsak. Eshak keldikmi? Eshak keldik hamni. Mayli. Ya mush balni azroq tushunib baqsaq bo'lmamda. Shundaymi? Men shu maytaqda, men ustam Sherzod bo'ldim, shu Urumchida hozir. Sherazat degini qarag'ab cho'qirish. Sharazatning shogirdi bu. Men maytaqda asosiyatan maytaqda muzik chalaman. Endi ishdan sirt, endi men maytaqda bekolab qolsam qarmaydi. Sen maytaqda bo'lg'ashqa Sherzod Xotirjon boshqurib ketdi-da. Ammo Ipak yo'li sadosiga, programmasiga shundaqla meni Bakrak Umidlar bilan, opam bilan dadam, shundaqla mening qarindoshlarim. Hissiyotingizni to'g'ri tushunatimiz. Rag'bat beraylik, madad beraylik. Hasanamiz.
cho'nglarniki endi salomatligi yaxshi emas. Ikkinchisi doktorxonada shu sababli meni Sizning shu naqshingiz shu qadrdonlarga ruhiy ozuq bo'ldi. cho'qim yaxshi naqshlarni sunishga va'da berma. Hammalarga rahmat. Hayırınızga barakallah. Bizmo shu 4 ma'lumingiz sizni shu ayajonga sog'gan mush minutda shu ota-onalarga, urug' tuqqanlarga bizdan salom. Shularga biz bir saqliq, salomatlik, xotirjamlik tilaymiz. Kasallari yaxshi bo'lib qolg'ay. Umidni uzivetme dediniz emasmi? Shunga o'xshash umid bilan yashash kerak inson. Kasal bo'ladigan gap, ba'zida o'ngishsizlik uchraydigan gap, odam umid bilan yashash kerak. Sizga tanlash navbati keldi. Abdullah Abdur Cheksiz bayavallar safar qilguvchiga o'ngishsizlik ba'simi irodasini tanlaydi. Mana endi Abdullah Abdurahim apandi cho'qim Mehmetcan Ahmadni naqshi babida tanlaydi. Kıstırıp bu zivet Mening ismim Abdulmavut. Men İpek yo'lidagi o'tang qadimiy yurt to'g'riq makoni bo'lgan Barchiqyardan, ya'ni Marleshdan keldim. Men muqam va ommabop uslubdagi naqshlarni yaxshi ko'rib anglayman va yaxshi ko'rib o'qiyman. Mening bu İpek yo'l sadosi programmasi qatnashishdagi asosiy maqsadim bo'lsa, buningdan burungi san'at kasbiy hayotimdagi natijalarimni yakunlash va bundan keyingi san'at hayotimga ul silish.
Assalomu alaykum. Va alaykum. Aleyküm selam. Benim ismim Ablikim Avut. İpek yoldaki öten güzel Barçık diyardan geldim. Bu Maralış'tan bu başka tam çıkmadı kan. Bu niye de tügümedi bu Maralış? Ya muş yıl çıktı bir 2-3 balla keldi. Burundan çıkmadı Abdullah az emez. Ben- Şincan'ı kaplam ketdi bu Maralış'ın. İmece üstü tap Ayşem kıyımda Mustafa sana sayan bence. Ya ma valla mana mushu fursatga erishimiga bek ta's bo'lgan. Uzun bir mezgil bo'lgan. Meni ulardan uzilib qolib bundaq san bo'lmagandan keyin To'g'ri. biz Iminja akamdan keyin o'zimiz menib yenib chiqqan. Nima kasb qilasiz? Ben Maralbeş'in aylık nakşılı emekçiliyim. Naqshchi bu? Kasbi. Kasbingiz naqshchi bu? Ovozingiz haqiqatan yo'riq. Bu naqshni nihoyatda jonliq yaxshi aytdingiz. Nima sababdan o'rlamaganimizni o'rlib popmi topolmayapmiz biz hozir. Bu melodiyani kim yozgan ablika? Müziksine İminca Yusuf işligen. Maralashni cho'ng tipdagi bir kechiligi, to'g'roq bayrami degandek birni asosli melodiyasi o'xshaydi. Ezilibdi, ha? Shu. Va har qanday ohang ma'lum maqsad uchun yoziladi ya bo'lmasa shunday bir ilhom kelib mavol bizning kechiliklarning ehtiyoji uchun yozilgan ohang. To'g'roq uchun yozilgan bir naqsh ekan bu. Ha şunda şunda. Asar ekan, chiroyli. Bu musobaqaga bek mos ketdi. Barçıq bayrami, Barçıqda belki to'g'roq bayrami ya aşu seriq to'g'roqning yaproq bayrami ayta bormi? Doğrak mı? Ha, shu to'g'roqni. Shu. Seriqli degandek. Nima qilib maxsus ashta bir kechilikka, ashta bir faoliyatga maxsus ishlangan naqsh ekan-ku bu. Bizim ashni his qildik. Bultuk İpek yolda mı? Çoğun tiptiki mi da özgüçürak nakşılar kem okulda. Shunda. Muş nakşını üzerine tallap bir içik baksam qanday ola deb. To'g'ri qilibsiz. Qanday desangiz, mushu naqshchi qarang. Sizga mushu egiz kelib qolgandek his qilgandim, eshak chiqamo deb o'ylagandim, lekin ovozingiz eshakka yetdi. Rahmet. Sizga qoyil bo'ldim. Abiyatın ustozimiz degandek, biz nima uchun o'rilmaganligimizni o'zimizmi his qilolmagan holatda siz bek yaxshi aytayotdingizmi yoki boshqa sabab bormi? Bir naqshini sizning qulog'ingizga, vujudingizga, yuragingizga tegish uchun yolg'iz balaning ovozlam emas, albatta biz ovozni asos qilyapmiz. To'g'ri. Lekin bizga ta'sir qilgan nurg'un narsalar bor. Hissiyot, Mushuni hissiyoti, mushuni biz ta'tir qarab o'tgan bilan Tekst buni berishlari. kayfiyatni bilib turishimiz kerak. Shundaymi? Undan boshqa yana nurg'un narsalar, tekstmi bor, uning ichida melodiyami bor. Hamda balkim ashna ichida birasi ashta bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Adila muallim sizning ovozingizni Bayqab oldi. bayqadi. Rahmet. Hozir bitirmalla o'rildim ben. Dilshod ustozim siz bu qitim menga o'tin tanig'izmi? O'tangisi yo'q. İlk Kamil'den kelgan vafo shuma o'rilmaymiz. Ablekim yani bundan keyin aldığımız qarab mağımız shunday emasmi? Mayli qaysi guruhda bo'lsin bir muallimning qo'liga tushganingizdan o'zi bizdan davomli ko'rishib turishimizdan isboti. Sizning yurak so'zlaringizda keyingi sahnalarda yana jiq anglaymiz. Mashtaxla qilaylik bu ishni qanday? Bo'ladi. Muborak bo'lsin. Muborak. Diyorimizda to'g'roq to'la. To'g'roqdek g'ururluq, mazmur insonlar to'la. Biz avlodlar to'g'roq ruhidan o'ginib, yiqilmas, sunmas iroda bilan yashashimiz kerak. Chunki kelgusi ojizlarga emas, irodalik mazmutlarga. Şinjan televiziyasi İpek Yol Sadası programmasi bilan Karvan Tour kasb jihatdan hamkorlashgan bo'lib, Karvan Touri to'r bekat va undidarni qonunliq tarqitish huquqiga ega. Shu munosabat bilan İpek Yol Sadasining to'r va undidar tarqitishiga e'lon qabul qilamiz. Hozirgi internet uchur davrida to'r va undidarda necha million qitimdan ortiq ko'rilayotgan kozur programmaga e'lon bermoqchi bo'lsangiz, Karvan Tour bilan aloqalashing. Aloqalash telefon nomeri 0991 288 88 05 13 3 tane 9 3 tane 1 547. Benim ismim Ferhat Micep. Bu yıl 24 yaş. Özüm Moğol şehirden geldim. Hazır şoğlanatkan kesmem bolsa, başlangıç o'qituvchisi. Özüm odatda ommabop naqshlarga ham rock musiqalarga qiziqaman. Mening bu qitim İpek Yol Sadasi qatnashishlik sababim bo'lsa, o'zimning ijodiyatini sahnaga elib chiqish. Ham shu fursatdan foydalanib, meni qo'llab kelayotgan ota-onamga, do'stlarimga ham kasbdoshlarimga o'zimning rahmatini bildirish.
Cevabından hayran emasman Bu takdirimge bitilgen Sen bilen birge bolalmayman Bu asaplar men bilen kesin Şu baxtlar sana yar bolsun Nigarın gülsün Gözlerden yaş aktırmasın Seni oylasam gitarım kolumda Okşaysam sen göz aldımda Sözlerim yadımda Sevginiz sazımda Bilsen nigar sana gönlüm var Şirin arzu armanım var Benim bu hem sana Etalmayan sözlerim var Lekin titreydi lavlarım Telefon aldı da etalmayan sözlerim Bu gecede ben kalay Baktik bol nigarım Titreydi lavlarım Telefon aldı da etalmayan sözlerim Bu gecede ben kalay Baktik bol nigarım Senin baktın bana cevap Hem armanım sana belki tata Nakşayta yaygın kara Hem tilagim çubar sonine Senin baktın bana cevap Hem armanım sana belki tata Nakşayta yaygın kara Hem tilagim çubar sonine Senin baktın Senin baktın Senin baktın Bana cevap cevap wow, wow. Senin baktın Senin baktın Senin baktın Bana cevap wow, wow. Oldu yığılıma Gözlerimden yaş akmışma O gece ben yanılsam Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men ismim Farhod Mijit. G'uljidan keldim. Farhodjon, oldi bilan o'zingizni bir tanishtirib o'tsangiz. Men G'uljidan keldim. Hozir Железнайsi Samyutsiza Yangiobod maktabida o'qituvchilik qilaman. O'qituvchi turib, naqshini shundoq yaxshi aytdi. O'zingizning ijodiyatimi bu? Ijodiyat. O'zingizningmi ya? O'zimning tekstiya, muzikasiya, o'zimning. Bu Şuna hissiyat qada. Şu naqshining ijodiyati menga shunday yoqqandi. R&B uslubda aytilgan naqsh ekan bu. Mening hamda o'rilmay qilishimdagi sabab, men bu R&B uslubdagi naqshlarni bak yaxshi ko'rib aytmoqchi. Chunki men sal qattiqroq talab qo'yib qoldim rost gap qilsam. Siz yana biroz mashq qilgan vaqtingiz bor ekan. Nimishqa desangiz bu R&B proqni toshkalarga olmoq bak qiyinlik darajasi yuqori biza. Bo'libmi agar bundan musobaqalarga akasangiz, agar yurkingiz jiddiylasib yurkingiz so'qib ketsa, bu proqlarni elishingiz bak tezki to'xtaydi. O'zingizning ijodiyatini epkaginingizdan intayin ta'sirlandim. Chunki tavakkul qilibsiz ham bunday shunday proqliq naqshni qilib. Masalan, ilg'i bunday serildirib apsiz. Amaliyotda bu haqiqiy R&B proqni shu qattiqroq talab qo'yib o'lchamli qilsak
to'liq tushish kerak-ku. Shuning uchun siz mush puraqlarni menimcha o'g'anda yana qattiq mashq qilib, kunda mashq qilib, shu bir puraqni men yangi naqsh o'rganayotgan vaqtda bir puraqni bir oy mashq qilgan vaqtlarim bor. Shunda mashq qilgan vaqtida siz aldirmay shuni his qilib yetasiz. Agar R&B uslubida aytma desangiz, mana Adila sizga bayi degan talablar cho'qim urilinish kerak. Beryapti-ku, ammo yana qanday bir kichik narsa kam, azroq narsa kam. Buni siz o'zingizmi his qila olasiz. Agar R&B ga yana boshqa bir narsa qo'shma desangiz, bugungi naqshingizga cho'qim oxiriga sizning avjisi bor ekan, biroq musobaqa uchun bu cho'qim bir portlash kerak. To'g'ri. R&B ga yana bir narsa, R&B in pandamanda deydigan shakllar bor-ku, yana xarakteri. Shuningga o'xshash musobaqa uchun azroq tayyorlik qilib qo'ygan avjis tarafga. Biz sizni yana bir qatimda saqlayli. Sizning bu naqshingiz yoshlar ichida cho'qim mudi bo'ladi. Shu vaqtida muallimlarga erishamagan bo'lsam-mo, men yana bir natija qozonibdiman deb qilishingiz mumkin. Bu jihatda men qanday ehtiyojingiz tushsa, shu ta'lim olish jihatda men sizga yordam qilaman. Bu naqshni men burun akurlashtirib qo'ygan. Lekin bu yerda men o'zim gitar chalib chiqish sababim endi opamga rahmat aytishda. 13 yosh vaqtimda opam tunji gitarimni bergan. Shundan bu yerda men o'zim akurlashtirgan muzikani ishlatmay bo'ldi. O'zim gitar chalib chiqay, balkim opam anglasa yoqtirish mumkin deb o'yladim endi. Yana birga o'zimning xizmatdoshlarimga rahmat aytma, qo'llab kelganiga. Shunday. G'uljidan jiroq ko'may Nahmaydonga keldi. Shunaqa. Bundan keyin o'zim tirishma. Rahmat. Baxt haqida har kimda har xil mizon bor. Ammo boshqalarning baxtidan baxt his qila olsak, qalbimizga butun osmon sig'adi. Shaxsiyatsiz beg'ishlash eng zo'r baxt. You'll find my footprints Diyarımız içimlik sohasidagi o'z oldiga Abida soda suvi va meva sharbatlarini ishlab chiqarayotgan Xinjiang Abida Biopan texnik shirkati mahirlarimizga omad tilaydi. Albatta bu programmamizning mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan Bekri yurishlik yuvish buyumlari shirkati alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan har millat xalqining sog'lomligi va go'zallik uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Xinjiang Ishbar biotexnologiyasi alohida hamkorlashgan. Albatta programmamizning 1, 2, 3, 4 darajaga erishgan mahirlari o'xshash bo'lmagan katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1 darajaga erishgan mahirimizni Kamran buvoqlar mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Kamran Sodechek shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 2 darajaga erishgan mahirimizni diyorimiz ichimlik sohasidagi o'z oldiga Abida soda suvi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Xinjiang Abida Biopan texnik taraqqiyot shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 3 darajaga erishgan mahirni har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Xinjiang Ishbar biotexnologiyasi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 4 darajaga erishgan mahirni Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqlar korxona Xinjiang Mo'tibar Sodechek shirkati Eksan kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 我叫尔启木，来自吉尔吉斯，今年21岁，就读于新疆师范大学。我的专业是国际经济关系，我什么风格都喜欢。我来参加丝绸之路好声音这个比赛的目的，为了实现我自己的小小的梦想。祝所有的参赛选手们好运。Yağmur döktü iç basılba Biz gelatti gülşal bolup Yolgar oğul göz açırba Bet aldığımda
soğuk Güngür küre Camlar döktü Oşol gündür kayda gitti Yaşlığımdan çeki çeki Ayrılmazdan gidiverdi Yıllar uçak kanatında Çamdırdığı iç basılmaz Çamdırlarda iske düşer Tumbuçsun unutulmaz Güngür küre Çamlar döktü Oşol günden kayda gitti Yaşlığımdan çeki çeki Ayrılmazdan gidiverdi Yaşlığımdan çeki çeki ayrılmazdan gidiverdi Assalamu alaikum. Aleykümselam. Aleykümselam. 我叫二谢莫，来自吉尔吉斯，今年20岁。我现在就读于新疆师范大学，然后哪学校个专业？我的是国际经济关系。那现在中国的专业就是语言学。首先你唱这首歌真的感动了我，你的音色很有特点，也正是我要的那种感觉。没话说了，那就唯一的就是转身的导师也是我，欢迎你到我的。我们来不及，我听得欣赏都快睡着了呢，在那儿，确实特别有特色的一种声音。但是这首歌，总的来说还是没有一个爆发的地方，就是一种爆发的那种高音，那种特别有技巧的那种。我觉得它完全可以，也可能是个旋律的问题。旋律它没有动，没有动过，没有变过。但你的声音非常好。谢谢。咱们导师给你转上了啊，继续努力啊！希望继续努力。 Mübarek olsun. Mübarek olsun.好。 Nima degan romantik go'zal naqshi bu. Yomg'irda tanho mengib, muhabbat fayzi yoki azobidan mung'langanda dal mana shunday naqshlar esga keladi. San'atning qimmati va roli dilga oziq berish degan dal mana shu. Hozir yomg'irda kuylarimiz yosig'ay eqib. Hunun dana dem elişler dil aranın avın taptı. Hunun dana hizmetlerim elgi yaktı, dilgi yaktı. Cahan ehli boldu heyran, keysem seyri sayahette. Hemkar boldu yetti ıklım, soğudu bitim ticarette. Dana tallaş, dana kiyimleri. Benim ismim Yaşar Turg'un, yurtim Xotan'dan. Ben hazır Şinjan Üniversitesi Qurilish boshqarish kasbida o'qiyapman. Men yaxshi ko'radigan naqsh uslubi bo'lsa, ommabop uslub shu naqshlarni bekorga yaxshi ko'raman. Mening Ipak yo'li sadosiga qatnashishga maqsadim bo'lsa, o'zimningki bu tuvan ovozim orqali tomoshabinlarga
huzur bag'ishlash. Dünyanın köymegenge köymek kıyınken babası var yar tepip söymek kıyınken dünyada köymegenge köymek kıyınken babası var yar tepe söymek kıyın iken şirinni dep sersana bulgan her hakta çöller ara yigane yürümek kıyın iken şirinni dep sersana bulgan her hatta çöller ara yar yigane yürümek kıyınken sen yar üçün yığıldım çeksiz elem bilen Küzdün yaşlı elem bilen sürtmek kıyın iken Küzdün yaşlı elem bilen sürtmek kıyın iken Kança gece uyku yok bidar tünlerde Düşlerimde yar cemalım görmek kıyın iken Kança gece uyku yok bidar tünlerde Düşlerimde yar cemalım görmek kıyın iken Söymek kıyın iken Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nafar ustozlar, ko'rman tomoshabinlar, hammanglarga men Yashardan o'tliq salom. Xush kelibsiz. Men o'zim Xotandan keldim. Hozir Shinjon universitetida qurilish boshqarish kasbida o'qiyapman. Ha, o'qishda. Pek chiroyli naqshni tanlabsiz ham chiroyli aytdingiz gap yo'q. Balkim o'zim aytgan naqshiga o'zim sal talabni yuqori qo'yib olgan bo'lishim mumkin. Ammo Yashar mushu ovozning bir sehri kuchi bor ekan. Bu naqshning bosh qismida shunda bir narsa ko'zlarimni yondirib o'tgan meni. Mana ikkinchi bo'limga o'tgandan keyin biroz yaxshi bo'lmay qoldi. Naqshini siz tuvan ovoz naqsh ekansiz, ha? Abdulla akam degandek yaxshi o'rindadingiz. Lekin bizning bo'lib shaxsan mening o'rlamay qilishimdagi sabab yana shu hissiyot bizga kamchil, balkim har xil sabablar tamtirash, jiddiylik tufaylidan naqshiga bakrak berilib aytib bo'lmagan bo'lishingiz mumkin. Musobaqa shunday sabablarni qabul qilmaydi. Mening tunji qatim sahnaga chiqishim. Noy. Amisi tunji qatim sahnaga chiqqan bo'lsangiz, yana yaxshi joriy qildirgan bo'lsiz o'zingizni. Rahmat ustozlar. Yo'q. Naqshni Abdulla efendim aytgan burun bu naqsh qattiq moda bo'lgan. Bizim sorularda
Allah'ın ünlü gitarla yetimiz bu nakşını. İkinci koblutının ikinci mısrası azırak götürdü gayrı var. Birincisi tüzerek, ikincisini kankıtı bırak aldı. Şöyle tüzük kaldı. Avazınızdan bek doğru var. Derlerini tutmakta toğum, sizin bekin tüven avazım emez. Otur avazımız sel tüverek. Tüverek. Yok ona öyle, sırrın nəhayət torluqda. Bunda avazla, gitarla nakşıysa bek yıkımlıq aldı demek, bek tegidi. Çünkü bu cəhət cıqızdın yani. Bu gitar çıp nakşı etişin bu gitarım yaxşı aldınız. Muşta nakşılarını tallap, bek yaxşı hissiyatlı yaxşı etişini davamlıq izdinin yaxşı nakşı olsuz. Bu qitim sahnege chiqishimga mening yaqin do'st birodarlarim, urug' tuqqanlarim shundoq qo'llab, quvvatlab yordam qildi. Men ularga shu munosabat bilan rahmatimni bildiraman. Andan keyin bu naqshini aytdi, ishimdan chiqarib aytgan batda amaliyotda. Ham tunji qitim sahnege chiqishim bo'lgandan keyin hayajonmi bor, jiddiylikmi bor, har xil kayfiyatlar qo'shilib meni tamtirtib qo'ydi. Oxirida yana ustozlarga rahmatimni bildiraman. Yaxshi tanishib anglab berdinglar. Ha, albatta. Bunda chiroyli insonlar anglaveramiz. O'lmadingiz lekin. Ya amaliyotda musobaqa bo'lmagan bo'lsa, musobaqani chiqarib turayli, men sen uchun o'rlib bo'ldim Yashar. Sen meni ishxonamga kel. Bo'lamdi? Yaqin bo'lgandan keyin oraliq. I promise you. Hayotda nurg'un qiyinchiliklar bizga xaris qiladi. Ammo hayotiy kuchimiz yashirib turgan tavranmas irodamizda bo'ladi ekan. Qiyinchiliklar bizdan qo'rqadi. Ovozingiz texnik Yasharga yashab. Sizga g'alaba yo'llari ochiq bo'lgan. When you need a friend. Diyarımız içimlik sahasındaki öz aldığı abide soda suyu ve meyve şəriflerini işlep çıkarıvatkan Şinjan abide biyopen texnik çeklik şirketi mahirlerimizga ahmet dileydi. Elbette bu programımızda mehir muhabbetini özgü mizan kılgan mehir yürüyüşlük yuyuş buyumları şirketi alaydı talep kılgan. Bu programımız bilen her millet halkının sağlamlığı ve güzellik için tirişçilik göstervatkan Şinjan İhbar Biyoteknologisi alaydı hemkarlaşkan. Albatta programımızdan 1, 2, 3, 4 derecege erişken mahirleri o'xshash bo'lmagan katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1 derecege erişken mahirimizni Kamran Buaqlar mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Kamran Soda Cheklik şirketi 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tasdiqlaydi. 2 derecege erişken mahirimizni diyarimiz ichimlik sohasidagi o'z oldiga Abida soda suyi va meva sharifini ishlab chiqarayotgan Şinjan Abida Biyopen Texnik Taraqqiyot Cheklik şirketi 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tasdiqlaydi. 3 derecege erişken mahirni her millet halkının sağlamlığı ve güzellik için tirişçilik gösteriyotgan Şinjan İhbar Biyoteknologisi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 4 derecege erişken mahirni Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqlar korxona Şinjan Mo'tibar Soda Cheklik şirketi Eksan kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. İsmim Erşidin, bu yıl 21 yaş. Yurtum bo'lsa ilim ma'rifat makoni bo'lgan Kalpin Mayisi. Yoqtirib ketadigan naqsh uslubim bo'lsa xalq naqshlari va ommabop uslubdagi naqshlar. Men bu sahnani saqlayotgani xili uzun bo'ldi. Dastlabda Ipak Yo'l Sadosi programmasi yo'lga qo'yilibdi degandan boshlab o'zim bir nishon tiklaganman. Bu qitim rolimni yaxshi joriy qildirib, ustozlarning yaxshi bahsi berishga tirishman. Saslavni esli gül tacı Güllenin bahari hem yaze mukalle Vısal şerbetiga to'ymasdan o'tgan qizlarni Neptun karnaze
ey muqamlar sazlaning asli gül taci muqamlar küllenin bari hem yazi muqamlar sal şerbetiga ve duymasın ötken kızlaning meptunkar nazi muqamlar kızlaning meptunkar nazi muqamlar bir doğu quyoshning siyaqi bulup nur chechib yashnatar bo'stonlarimni bir doğuş yürekning sadasi bulup ahanga to'ldirar dastanlaringni ahanga to'ldirar dastanlaringni bulbul navasi vakta sayırgan bu günün nidası erkin yanrıgan bu ecdat avazı zulmet boynidir hürlüke insanı daim çılgan hürlüke insanı daim çılgan bizga oy saldi muqamlar vücudum sendin o't aldi muqamlar kuy bilan esitib ecdod umrini boqiylik ramzi bo'lib qoldi muqamlar boqiylik ramzi bo'lib kaldı Ustozlarım rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni baldi bilan bir tanishtiraylik. Bu yil 21 yaş, ismim Merşidin. Aksu, Kelpin Aysidan. Boshqa gap yo'q. Nihoyat yaxshi. Menga bek yarab ketgan yeringiz. Boshdan oxiri melodiya og'zingizdan chiqayotgan melodiyaga ega bo'lyapsiz. Tiniqlaringizdan tatib naqsh aytayotdim. Ovozingizni biza charchab qolgan yerini men his qila oldim, lekin hech qat emas. Chunki sizda shu xurush bor-ku. Qolganni, endi malla ayilibdi men ustozlarim menga qattiq kamchilik qildi bu qatam. Endi bu malni mi tatib olsak qanday? Bek chiroyli qilgan buni ustiga qaramash. Ama siz degan mas'uliyat tuyg'usi buning butun badanida ko'rinib turibdi-da. Sizlar abay ko'ramay qolgan. Allah ustozlarim naqsh aytgan vaqtida badanlar titrab ketdi. Aldığın hissiyatmış şu ameliyattan. Düşünmesi lazım. Tentereştim oldum, kurup işlesi yok ağzımda hazır. Onu yetkin aldım. Abdurrahim Mahmud ustazımızın nakşı bunu, nakşılar orulgan. Bunun kıyılık derecesi kıyılı var bu nakşının. Bir kadar nakşı etiş seviyesi iyi olgan. Kıyılı tecrübelik nakşılar bunu mükemmel etelerler. Siz ben nakşını ciddi, özünüz net koyut etmişsiniz karan. Sen ciddileşken de ben nakşı bozak koyucu dedim ben nakşı. Birek etip birek mağdığandek mi? Şucu koyutup sazlani boş esli gül tacı. Ya çın yeri çın boş yer bırak boşap kesemedi. Otur üzlük kesemedi. Nimsusa.
endi o'zingizni erkin qo'yayotmasangiz jiddiylashdingiz bedningiz shunday chiqqandan keyin man naqshini siz aytmay naqsh sizni aytib qo'ydigan chiqadi ovozingizda gap yo'q-ku jiddiylashish va ovozingiz jiddiylashgandan keyin men dedim kalladan bir signal uzilib qoladi-ku. Yo'q, telefonning Wi-Fi'si yo'q bo'lib qolganda-ku, Wi-Fi. Ma galga signal kelmay, men tutib qoladim u. Men bak bilimi buni. Shunday jiddiylashgandan keyin ayada bir signal ma gelingizni qo'zib qurtibdi. Shuning uchun yuzingizni qilin qilib, qattiq jiddiylashmang. Ya umuman o'sha qiyofatlarida yomon astoydil tayyorlik qildi hamda Adila bu yigitimizni o'zim yashi kichikdak turdi buni. 22 yoshga, 21 yosh. Yana taxa o'rgangan dasturchi. Qolganini Adila muallimning yetakchiligida oldimizgi musobaqalarda taxmi yaxshi ifodalaringizni ko'rishni xohlaymiz ya. Muborak bo'lsin. Bulbul navasi vakta sayırgan bu günün nidası. Muqamlarımız bizning boyligimiz. Muqamga chin muhabbat bog'langandila, uning haqiqatini bilish mumkin. Muqamga bag'ishlangan naqshimo muqamdek murakkab va qiyin bo'lib, arshidan bu naqshiga xilli kuch sarflabdi. Afirin sizga Arshid. İnsanı daim çılgın hürlüke insan. Şinjan televiziyasi İpek Yol Sadası programmasi bilan Karvan Tour kasbiyatini hamkorlashgan bo'lib, Karvan Tour'i tor bekat va undidarni qonunliq tarqitish huquqiga ega. Shu munosabat bilan İpek Yol Sadasining tor va undidar tarqitishiga e'lon qabul qilamiz. Hozirgi internet uchur davrida tor va undidarda necha million qitimdan ortiq ko'rilayotgan kozor programmaga e'lon bermoqchi bo'lsangiz, Karvan Tour bilan aloqa qilishing. Aloqa qilish telefon nomeri 0991 288 88 05 13 3 tane 9 3 tane 1 547. Yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazla saylasın. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi.